Bismillahirrohmanirrohim. Bugun 9 yillik birlamchi bepushtli qizimizga inseminatsiya amaliyotini o'tkazyapmiz. Duo qilib qo'yinglar. Bugun folikulalari juda ham tayyor, yetilgan. Mana xo'jayinda materiallarini yuvib, tozalab, chiroyli qilib, hozir bachadonlariga yuboryapmiz. Bismillahirrohmanirrohim. Xudoyim bersin, xursand bo'lib kelinglar. Aslida 9 yillik bepushtlikda eko tavsiya qilishimiz kerak va ekoga harakat qilishimiz kerak. Lekin yoshlarimiz birinchi inseminatsiya qildirib ko'raylik deyishdi. Albatta bularni ham xohishini inobatga olib, Xudo xohlasa shunga qarab ishni qilamiz. Duo qilib qo'yasizlar, qizimiz homilador bo'lsinlar. Bo'sh qo'ying. Mana patsientimizda ikkilamchi bepushtlik, o'g'illari bor, 6 yosh, keyingi homila bo'lmayapti. Bunda urug' sifatlari pasaygan holatlarda biz inseminatsiya taklif qilamiz va uzoq yillik homilador bo'lmayotganlarga taklif qilamiz. Bularda ovulyatsiyalari juda ham yaxshi, zo'r bo'ladi, trubalari ochiq, faqat homila bo'lmayapti. Mana shu hisobiga biz inseminatsiya amaliyotini bugun bajaryapmiz. Bismillahirrohmanirrohim. Duo qilib turinglar. Xudo xohlasa shu qizimiz ham homilador bo'lib ketsinlar. Inseminatsiya jarayonini bajardik. Albatta urug' yuvilgan bo'lishi kerak va ingichka inseminatsiyani kateter orqali bachadonga urug'chalarni quyib yuboramiz va Xudo xohlasa shu qizimizdan homiladorlik kutib qolamiz. Inseminatsiya jarayoni qizimizda 8 yillik birlamchi bepushtlik, urug' materiali mana berildi. 0,5 ml bitta sperma, yuvilgan sperma, qayta ishlov berilgan. Duo qilib qo'yinglar, qizimiz homilador bo'lsinlar. Bismillahirrohmanirrohim. Xudoyim bersin. Ovulyatsiya bo'lib turibdi, sheykalarda suyuqliklar chiqib turibdi. Bugun Xudo xohlasa urug'ni quyib yuborsak, inshaalloh yangilik kutib qolamiz. Bismillah. Bo'sh qo'ying. Teppan. Yaxshi niyatlar qilib turing ichingizda. Sizda ovulyatsiya bo'lgan, mana urug'lar bachadoningiz ichiga ketdi. Xudo xohlasa 14 kundan keyin bolajonimiz bachadonga yopishib, xursandchilik xabarlar bilan ko'rishib qolinglar. Xudo xohlasa. Inseminatsiya jarayoni kimlarga o'tkaziladi? Agar sizda 2 yildan oshiq bepushtlik bo'ladigan bo'lsa, noma'lum sababli bepushtlik bo'ladigan bo'lsa, erkak urug'larning foizda harakatchanliklar kam bo'ladigan bo'lsa, morfologiyasi yaxshi-yu, lekin harakatchanliklar yoki bo'lmasam yoshlarimizni xohishiga qarab 1 yildan oshiq tezroq homilador bo'lmoqchi bo'lsa, inseminatsiya jarayonini o'tkazsa bo'ladi. Inseminatsiya jarayoni albatta erkakning urug'i ishlov beriladi laboratoriya sharoitida, yuvilgan holda aktivniy spermatozoidlarning o'zi bachadonga quyib yuboriladi va ayoldan homiladorlik kutib qolinadi. Все.